Mijoz uchun kirib ishga o'tirib bersa bo'ldi. Aka, mebel vaqt chetdan olamiz shekilli. Bitta pasportni o'zingizga shuni xohlagan mebelingizni olib ketasiz. Kuxni mebel deysizmi, uголок deysizmi, spalniy deysizmi aka. Pasport o'zi kerak xolos. Mahalladan sifatga qon topshirish shart emas, hech shart emas. Shu pasport evaziga shuni berib yuborishadi 12 oy. Boribchi. Bu ertaklaringni katta xolangga aytgan, xo'pmi? O'shani laqillatasan. Aka, mazza aldab zaril kelibdimi? Beydan olib magazinlarga o'tkazsak ham sovg'a qilamiz. Ishchilar yangilangan, boshliqlar yangilangan. U zamonlar o'tib ketdi. Hammasi arzon suv tekin narxda. Eng qizig'i, bo'rtmas shuni olamiz, bozorga shatarang o'tkazib qilsak bo'ladi. Bitta pasport evaziga, bitta pasport evaziga. Ushbu videoni narx va muddatli to'lovga mebel olaman degan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Cho'z ishonch Instagram kanaliga obuna bo'ling va ushbu sovg'amizni yutib oling. Go'sht maydalagich. Shunchaki mana shu videoga like bosasiz va 5 ta tanangizga jo'natib qo'ying. 22-aprel kuni soat 14:00 da g'olibimizni like orqali aniqlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.